joriy yilning 8-sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasining 570-sonli qarori tasdiqlandi. Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, tibbiy yordam samaradorligini oshirish, bemorlarni xavfsizligini ta'minlash hamda dori vositalarini aylanmasini boshqaruvni amalga oshirish maqsadida elektron retsept tizimini joriy etish belgilandi. Unga ko'ra, dorixonalarda elektron retsept tizimida ishlashi litsenziya talab va shartlaridan biri etib belgilandi. Ushbu elektron retsept tizimida faoliyat yuritmagan dorixonalarga nisbatan qo'pol qonun buzilish holati etib belgilanib, ushbu dorixonalarning litsenziyasini bekor bo'lishiga ham olib keladi. 2025-yilning 10-dekabridan boshlab Toshkent shahri hamda tajriba sinov loyihasi amalga oshiriladigan 15 ta hududda ushbu tizimni joriy etish yo'lga qo'yiladi va 2026-yilning yakuniga qadar esa respublikaning barcha hududlarida elektron retsept tizimi joriy qilinadi. Elektron retsept tizimining bir qancha afzalliklari mavjud. Ulardan biri aniqlik va tezkorlikni ta'minlab beradi. Bunda shifokor tomonidan yozib berilgan retsept bemorga taqdim etiladi va avtomatik tarzda dorixonaga yetkaziladi. Bunda bemor dorixonadan retsept asosida dori vositalarini oladi. Ushbu tizim orqali aylanma yo'llar bilan kirib kelayotgan sifatsiz, qalbaki dori vositalarini ham oldini olish imkoniyati yaratib beriladi. Shifokor tomonidan 5 turdagigacha bo'lgan dori vositasini yozib berish imkoniyati mavjud. Ortiqcha dori vositasini yozilishini oldini oladi. Qog'oz ko'rinishidagi retseptni o'qish qiyin edi. Hozir esa dorini dozasi, unga qancha buyurilgani o'qish oson. Bugungi kunda Toshkent shahrining barcha tumanlari, deyarli barcha dorixonalari ushbu elektron retsept tizimga ulandi va bugungi kunda ushbu retsept asosida ishlash faoliyati amalga oshirilmoqda.